Pol Dirac 1902-yil 8-avgustda Bristolda o'qituvchi oilasida tavallud topgan. 12 yoshida Pol texnik kollej o'rta maktabining talabasi bo'ldi. Uning o'qishi Birinchi jahon urushi yillariga to'g'ri keldi va bunda unga o'rta maktablarda odatdagidanda tezroq kirishga imkoniyat yaratildi. U yerdagi ko'plab talabalar harbiy ishlarga olib ketildi. 1918-yilda Dirac Bristol universitetining muhandislik fakultetiga o'qishga kiradi. Matematika uning sevimli fani bo'lishidan qaramasdan, u bir necha yil o'qigan va ishlagan muhandislik ta'limi unga juda ko'p narsalarni berganini aytib o'tdi. 1921-yilda elektrotexnika bo'yicha bakalavr darajasini olganidan so'ng u ish topa olmadi. Shuningdek, u Cambridge universitetida o'qishini davom ham ettira olmadi. Sababi stipendiyasi juda kichkina edi va Bristol hukumati moliyaviy yordam berishdan bosh tortdi, chunki Dirac yaqinda ingliz fuqaroligini qabul qildi. Matematika imtihonlarini topshirgandan so'ng Dirac Bristol universiteti stipendiyasi va Bristol ta'lim bo'limiga grant bilan qabul qilindi. Shunday qilib, u Cambridge universitetining aspiranturasida o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tez orada u St. John kollejiga qabul qilindi. 1927-yilga kelib o'zining kashfiyotlari tufayli Dirac ilmiy doiralarda keng shuhrat qozondi. Buning dalili sifatida 5-Solvay kongressida taklifnoma yuborilib, Dirac u yerda munozaralarga qo'shilgan edi. O'sha yili Dirac St. John kolleji kengashi a'zosi etib tayinlandi va 1929-yilda matematika, fizika bo'yicha katta o'qituvchi etib tayinlab ishlab keldi. Uning eng muhim yutuqlaridan biri 1928-yilda Dirac tenglamasini ishlab chiqishi bo'lib, bu antizarralarning mavjudligi va elektronning spinini taxmin qilganligi edi. 1933-yilda Dirac kvant mexanikasi bo'yicha ishlari uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. 1969-yilda Diracning Lukasov professor lavozimida ishlash muddati tugagan edi. Tez orada u Tallahasseedagi Florida shtat universitetida professorlik lavozimini egallash taklifini qabul qildi va AQShga ko'chib o'tdi. Shuningdek, u Mayamidagi nazariy tadqiqotlar markazi bilan hamkorlik qilib kelardi. Har yili Oppenheimer mukofotlarini ham topshirar edi. Yillar sayin uning sog'lig'i zaiflashib ketdi. 1982-yilda u jiddiy operatsiyasini boshdan kechirdi. Dirac 1984-yil 20-oktyabrda vafot etdi va Tallahasseedagi qabristonga dafn etildi.